Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka-ukalar, sizlar hammanglar charchab qolmayapsizlarmi? Tinchlikda kirib kelayotgan Qurbon hayit ayyominglar bilan tabriklayman. Подписчикlar, jo'ralar, ukalar, opalar va singillar. Sizlardan iltimos. Kelasi ko'tini uzmanglar. Xunuk gap bo'lib ketdi, ko'tirmas kelasi bosib turishingizni so'rab qolaman. Iltimos, ham ko'proq odam ko'rmanchi, lekin bitta narsa aytaman, xursand bo'layotganim. Men shunaqa video qo'yishni boshlagandan beri menga shunaqa ko'p mashaq mashinalar to'g'risida videolar kelyapti yoki aylanib chiqib qolyapti. O'zimni shu videolarning ichidan qilayotgan no professional, bilmaydigan bola, no harakat qilayotgan, hobbi qilayotgan bola deb o'ylayapman. Sizlar ham shunaqa deb o'ylashinglarni so'rab qolaman. Aybga buyurmaysizlar, yoshligimdan beri o'ynayman, endi nima qilamiz, boshqa iloji yo'q. Qo'shilib o'ynaymiz, kelinglar, maqtanamiz, boringlarga shukr hammanglarni. Kirayotgan ayyom muborak. Dikkina dishini mashinani qaranglar, Mercedes. Orqasidan ko'rinishi, yonidan ko'rinishi, biyo yonidan ko'rinishi, bagaji kapoti eshiklari ochiq mana payti. Dikkina dishini Mercedes qaranglar. Abrsovkasi tushib qolyapti o'yini o'rganda. Tasavvur. Muomala dikkini ishini qilib yotibdi. Dunyoning problemasiga tursa butun, kelinni problemasidan bo'la olmas ustun. Azizlar, anglab turganingizdek, kelinimiz bugun dugonalari qarshisida bemalol o'zini ko'rsatishi uchun kuyovimiz o'zlarini ko'rsatmay qayerdadir bekinib yotibdilar. O'tayotgan albatta. Ovozi saylovda ham hech narsa olmaydigan 100%. Umidsiz xonanda Umidali Qo'chqorov va hozir kunda ko'payib ketgan Biya. Dikkini. Tit qilib qoldi. Signallar ishlab qoldi. Shu bilan shu qismimiz tugadi. Hammanglarni boringlarga shukr. Klass va podpiska. Keyingi qismda ko'rishguncha